oling. Asli yeymishlar. Ayo, bizlarning qornimiz to'q. Ha. Bexijolat yevering, choy quyib beraman hozir. Bismillah. Rahmat, qornim to'ydi. 26 ta Mazasi qalay aka? Zo'r. Endi uka, sizdan bir iltimos bor edi. Nima? Mana shu do'stim suyundiq. Siz opingizni sevib qopti-da. U Hali senlar bilan 4 tagina shashlik bilan aldamoqchi bo'ldingmi? 26 ta, 4 ta emas. Jimtir. Opam shu paytgacha hech kim bilan gaplashmagan. Bundan keyin ham gaplashmaydi. Amin. Alloh akbar. Tez 200 ming berdi. men qayerdan bilay, qorin to'ysa bo'ldi deb o'ylamman. Bunaqasi ketmaydi. Opasini o'zi bilan gaplashish kerak. Va opasini o'zi sevib qo'ysa, hech nima qila olmaydi ukasi. Shunaqa dangal borbay, seni sevaman degan, qo'ynim bor degan. Unda bu yerda nima qolamiz? Shuni aytaman deb. Ketdik. Qani amin. Qo'shila vaqt deb o'zim qo'sha qarasa. Allohu akbar. Iplos. Bitta ham shashlik qoldirmabdi. Oydinmi? Baxt shundoq kelib qo'ndi. Buni qo'yib yuborib bo'lmaydi. Kechirasiz, xalaqit berib qo'ydim. Nima yig'layapsiz? İşiz bo'lmasin. Rasmdagilar ota-onangizmi? Sizga nima? İşiz bo'lmasin dedim-u. Taqdirimiz bir ekanda. Meni ham ota-onam yoshligimda ajrashib ketishgan. Mana ularni sog'inib yig'lab turaman. Lekin bunaqa tepalik emas. Qorong'xonada eshikni qulflab. Hech kim ko'rish kerak emas. Chunki men har doim kulib yuradigan, hazil qiladigan suyundiqman.